Sağ ol. Gel bakalım. Otur. Sağ ol. Hades. Yaxshimisiz? Mayli. Salom. Salom. Avariya bo'lganmiz. Yo'q. Hamma shunaqa yoshligida shunaqa bo'lgan ekan. O'tirib tursin. Bemalol, dodi bemalol. Kelin kelin olib yashagan. Bemalol. Necha asr bo'lib ketdi bu bolalar ko'rmaganimga. Mayli, xudo xo'sh. Gaplashamiz. Salomat. Kelsin bu qo'ydilar. Halaba 27 qo'ymaganmiz sizga diagnozni? O'sha kerakli bo'ldi. Bu qachondan boshlandi sizda? Hop. Endi ancha yil, 10-20 yilda biraz gruppadaman. Shu 2007-yil keyinga chiqgan gruppaga. Hozir necha yoshdasiz? 62-yilda? 64. 64. 64 yilda. 2007'den beri şu ahval. 2007'dan? Gruppaga chiqqanman, ikinchi gruppa. Keyin arada Bu nima sabab nima bo'lgan? O'zi olishib olib qoldimi? oyog'im keladi, chap oyog'im muzlab turadi. Keyin bora ishlamay qoldi-da, yurolmay qoldim. Ağrıydı ama bu çap ayağım sezmeyeyim ya. Yürerdim bir tut ayağda. Birisi de onu ilk oturup aldım. Bunga tegib bo'lmaydi ham, dedi. Bunga tegib bo'lmaydi. Ha? Amma shunaqa qildi. Bunga tegib bo'lmaydi. Bu umurtqalar shu kalsinatsiya bo'lganda. Lekin suyagini o'chirib oldi ozgina operatsiyada. Kim? Operatsiya necha yil bo'ldi? Yerimda tanaffusida Operatsiya bo'ldingiz? orqada saltom to'mpayib turadi-da. Yo, hozir ham to'payib turibdi. O'shani olmagan. Üstdan olganda bu yoqni olmagan. Toylar otishadi. Toylar tez otishadi. Qatta qildi? Ko'prayda qildim, yana apkelida. Saltom to'mpayib turadi-da, mana turadi. Leningraddan kelganda o'tir. Otur. Keyin qaysida bor? Poysiz yo'qmi ichingizda? Yo'q. Poysiz yo'q. Doda, kurtkangizni bering, yeching, bitta ko'ring. Ma'lummi? Bir unaqaga bordik-da aka. Yoting, bitta ko'ring. Sinfchiga. Umurtqangiz chiqib qolgan ekan degan tashxis qo'yib prosta qoldi. Ishoning, bunichi siniqchi aql yetmaydi buni to'g'rilashga, aka. Hali tekshirmagan ekanmiz. Tedirmadinglarmi? Yo'q. Yoting, mana bitta ko'ring. Yo'q, boshla. Pastga qarab yoting. Oyog'ingizni yechish shart emas, yotiring shundoq. Yana bir eylandi. Yoting. Pastga qarab yoting, pastga. Buni siniqchilar aql yetmaydi bunga. Aka, ishoning. Sizlar Olmaliq Qoraqto'ydan kelyapsizlar. Dedim pasiyan siz kuzatib boradi. Hozir boraman. Bu yerda siniqchilar aql yetmaydi, ishoning. Bu faqat degan Üstü yapış olmayan. yopishib qo'ying. Yopishib qo'ying. Yopishib qo'ying. Kimdir buni aytib, buni butlatganga haykal qo'yasizmi? Yopishib qo'ying. Lekin mana bu yerda qarang, tegsa bo'ladigan joy bor-da. Sizmi aka? Zaynni. Zayndagi qarang, mana bu yerda tegsa bo'ladigan joy bor. Bir, mana tegsa bo'ladigan L5S1 da bor, bitta. L4, L5 da bor. Qarang, tegsa bo'ladigan joy bor-da. Qarang. L3, L4 da bor-da. L1, L2 da yo'q-da. Qarang. L1, L2 da yo'q, 12 birda umuman tegib bo'lmaydi. Mana operatsiya bo'lgan joy bor. Umuman tegib bo'lmaydigan joy bor. Hozir ko'ramiz. Dur, bu boshqa, qo'rqmang, hop. Qo'rqmang, men tevotganim yo'q. L5S1 sabit dedi. L5S1 sabotni turibdi, ha. Yo'q, bu yerda meni ishim yo'q aka. Umuman ishim yo'q mana bu yerda. To'xta. Yo'q, aka, meni bu yerda umuman ishim yo'q. Umuman meni ishim yo'q. Bu yerda yo'q. Yo'q, bu yerda meni umuman ishim yo'q. Umid qiladi.
Mana qarang mana L5 S1 ochiq, L4 L5 ochiq, L3 L4 ochiq, L2 L3 ochiq, L1 L2 yopiq, 12.1 yopiq. Mana bular hammasi yaxshi. Bu yerda mani ishim yo'q, aka. Bu yerda mani ishim yo'q. Yo'q, mani ishim yo'q bu yerda. Bu yerda umuman mani ishim yo'q bu yerda. Buni sinaqchilarga olib borib anaqa o'tirmaydi, aql yetmaydi ishoning. Bu yerda faqat meditsinada. Zamonaviy meditsina aka. Hop, buni sinaqchi, tabiblarga olib borib o'tirmang, foydasi yo'q. O'g'ilga tomondan qo'ymaydi. Bilmaydi, otini aytmayman. Misol, nimalarni hozir videoni o'chirib keyin aytaman sizga. Hop, nimalarni qilish mumkin emas. Chunki aytadi, chiqmagan joydan umid deydi-ku. Borib qolmaydi, de. Bo'lib bo'lmagan joyga borib qolmaydi. Chunki bu yerda faqat zamonaviy meditsinada bu yerda. Shunisi bu yerda tabibning aqli yetmaydi buni to'g'rilashga. Ishoning. Mana chunki umurtqalar mana pastlar yomon emas-da. Yomon emas. Oyoqda ham mana oyoqda mamsiz yo'qmi? Zandaga qarang. Yo'q. Yo'qmi? Bu yerda Yo'q. yo'q. Bu yerda faqat oddiy zamonaviy meditsina. Bo'ldi. Aka, bu yerda masalan boshqa odam aqli yetmaydi. Zandaga nima dedingiz? To'g'ri. Xafa bo'lmaysizmi aka? Yo'q. Xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, sizlar bilan bu gap eshitganman. Keling. To'g'ri, faqat xafa bo'lmaysizmi? Tabibga aytadi, men norozi bo'ldim, qilma dedim. Qilmagan, ko'rdingmi? Nimaga? Nimaga norozi bo'lasiz? Tabib qilamadim. Sinirchi bordi. Sinirchi. Qila olmaydi. Aka qila olmaydi. Sinaqchini aqli yetmaydi, ishoning. U aytgan gapni aytaman. 50% javob dedi. Qanaqa Yo'q, просто 50-50 dedi. Ha. Xohlasangiz qilman, xohlasangiz qilmayman dedi. Ha. Bu uydan masala qilaylik. Okey dedim. Просто bu yoshlikda umurtqasi chiqib ketgan, shunaqa gap gapirdi-da. Yoshlikda umurtqasi chiqib ketgan, etib bitib qolgan, bu 40 yilda. MRTni ko'rdingmi? Ha, men yo'q, bilmayman. Qo'lga shuni ushlab. MRT ko'rmadingmi? Yo'q, yiqqan cho'pon bor. Yo'q. Leningrad tarafga to'rtta kanjar novga. Leningrad tarafga professor. Professor. Boshqa yerda aytib to'y umurtqa nirishitdi. Videolarimizda uni Pazurda nirishitdi. Просто suyalar ko'chirib oldi. Bozorni ko'chirib oldi. Ko'rsangiz qo'rqasizda u videoda. Boshqa. Yo'q, yomon emas. Men qo'rqib turdim, Akademik spondiloz degan kasal bor-da, Klaba 27 degan kasal bor-da. O'sha yoqqa bormi yo'q deb qo'rqib turdim. Undan masalan qo'rqmaysizlar, mana xudo xohlasa sizda yo'q u narsa. Hozir bo'lmas ishlar qilib qo'ymaydi, demoqchilar. Ha, qilmang. Alloh shifosini bersin deymiz, faqat shu. Ha, bu yerda masalan faqat zamonaviy meditsina hal qiladi bu narsani. Hop, doda xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, men просто biz ko'raylik deb qalbi ko'ramadi. Ya, mayli. Bir ko'rib gaplashib ketib tanishib oldi dedi. Ha, yaxshi. Bu kasb. Sog' bo'ling. Yaxshi deb ko'rishdi.